Leo Messi nimalar qilib tashladi do'stlar? Hat-trick Jahon chempionatining birinchi o'yini Jazoir Argentina 3-0 va Leo Messidan hat-trick. Ha do'stlar, Leo Jahon chempionatining ilk o'yinida Jahon chempionatining startini mana shunaqangi fantastik tarzda boshlayapti. Mbappe'da dublmi? Yaxshi. Hollandda dublmi? Unda yaxshi. Men hat-trick qilaman-da. O'zining fantastik ijrosi bilan, super gollari bilan bugungi kunning bezagiga aylanmoqda. Va bilasizmi, Leo bugun ikkita katta rekordni yangiladi. Qanday rekord deysizmi? Birinchidan jahon chempionatlarida 6 ta mundialda maydonga tushgan yagona futbolchiga aylandi. Ikkinchi rekord esa u 16 ta gol urib, jahon chempionatlarining barcha davrlaridagi eng yaxshi to'purari Miroslav Klosega tenglashib bo'ldi. Agar bu yog'iga Leo bittagina gol uradigan bo'lsa, barcha davrlardagi eng zo'r to'purar bo'ladi mundial hisobidan. Mana sizga Leoning ertalabdan qilgan ishlari. Va meni xayolimga bir fikr keldi do'stlar. Bugun tunda Portugaliya va Kongo terma jamoalari o'rtasida bahs bo'lib o'tadi. Xo'sh, Leo Messining eng katta raqobatchisi Cristiano Ronaldo ham bunday natijani qayd eta oladimi? Bugun hat-trick qila oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring do'stlar.